Bilasanmi, bu hayotda vijdon va intuitsiyadan tashqari yana bir tuyg'u bor. Sevgi nomi yo bu vatanga yo oilaga sevgi emas ehtimol, aksincha yagona shaxsga bag'ishlangan mehr bor. Hayotda hech kim sevgiga obyektiv qaramaydi, sevgan shaxsini hech qachon ko'ksidan itarolmaydi. Sevgani boshqasi bilan bo'lsa, hatto qaramaydi va berkitib sevib yurishdan hech kim qutqarolmaydi. Xudo bergan ana mayli, yo jazo deb sanamayli. Hech kimni kechirmas inson bittani kechirdi mayli. Hamma odamlar aldaydi-ku degan g'oya qani, beboshlikdan keyin ishonch degan qoya qani. O'ylanaman, balki bariga sababchi filmlar, axir sevgi haqida-ku ertaga multfilmlar. Hatto Romeo uchun olisda Julietta yig'lar, ishdagi ishq Aladdin, Alida hatto Cinderella. O'zgalar ko'ziga Majnundek tasvirlanasan, ta'sirchan emas eding-mi? Negadir ta'sirlanasan, to'g'ri balki tashqariga chiqarmaysan, bildirmaysan va shundoq qolgani yaxshi. Javobini o'zing bilasan. Hayron qolasan insonlar munosabatda tezkor. Bugun yangi tanishlar va ertaga sevgi izhor. Berilgandi va'dalar va oxiri do'stim bo'lib qol. Hammaga do'st bo'lsa demak hech kimga do'st emas bilvor.